Gulistonda bir qabr bor ekan Abduostaga. Ko'plar borishar ekan. Haqiqiy qabr, bundoq pastga tushib borasiz, haqiqiy anaqa bor, lahatga qo'yiladigan, keyin haqiqiy yotadigan joyi bor. Eshitganmisizlar? Ha, eshitganmisizlar, yo'qmisizlar? Bitta oq bo'z to'shab qo'yibdi. Juda ahvolim og'irdi. Eskichaga ishonmayman. Ko'plar aytishdiki, o'zing o'qitib tasha bir narsalar. Men aytdim, unaqa narsaga ishonmayman. Faqat Allohga ishonaman. Eskicha bir narsalarga ishonmayman. Keyin bir ikkitasi tavsiya qilardi o'sha qabristonda, qabrda. O'sha yerga oxiri bordim deb bitta o'zim. Keyin domla o'rgatib turdi, kirasan, amallab yotib qabrga yotasan, 2 minut ko'zingni yumib yotasan, 2 minut ochib yotasan. Qabrga. Tirik odam qabrda yotish kerak. Kirdingizmi? Kirdim. Kirib amallab yotib joylashib oldim-da. Keyin qo'limda telefonim ushlab olganman. O'sha taskil berib turibdi qo'limga. Chunki telefon yorug'ida kirib joylashib oldim. Endi telefonni o'chiringda 2 minut ko'zingizni yumib yoting dedi. Keyin ko'zingizni 2 minut ochib yotasiz dedi. 2 minut, o'sha 2 minut ham yota olmadim. 1,5 minut yotdim. 1,5 minutda hayotim o'tdi-da oldimdan. Allohning irodasi bilan. O'zimga boshqa bir narsalarni ham maktab qilib oldim.